Yaxshi dam olib keldingizmi? O'tiring, Amazing. dars qilamiz. Qani, voy. Voy, darslarim bo'ldi. O'tirib oling. Birinchi sinf o'quvchimiz. Hay. Said Abrorxon, uyga vazifa nima beruvdim? Uyga vazifa nima dars berganman? Nima berganman uyga vazifa? Menga qarab ayting. O'qituvchiga qarab ayting, qani? Uyga vazifa nima berganman? Kitoblaringizni qo'ying. Bo'ling. Qo'ying maytga. Hurmatli o'quvchilar, hozir daftarimizga yozamiz. Qani yozinglar. Bugungi mavzuni yozing. Nima yozyapmiz? Uni o'qizida. Endi ko'k ruchkada yozamiz. Mana kitobimizni o'qib berasiz. Qani o'qib beringchi, ertaga ekan. Qaysi ertaga ekan? Nima bo'pti? Aytib bering. Kulayapti. Kimni kulayapti ekan? Mana qimmatda. Qimmatmi? Zumrad kulamayaptimi? Zumrad kulayapti-yu. Kulayaptimi? Kulayapti. Demak, boshidan aytib bering, erta edi bizga. Erta edi, boshidan. Erta edi. Ertaga zumrad kulayapti. Hop, endi kitobimizni ochamiz ichini. İçini açamiz. Bo'lyapmiz. Hop. Bo'lmaydi. Said Abrorxon, kundaligingizni olib keling, 5 qo'y beraymi? Biz to'g'risini tushunmam. Undan ko'p menga pul ber. Pul beraymi? 5 qo'y beray. 2 qo'ying. 2 qo'yaymi? Kimga qo'yay 2ni? Menga. 2ni ya? Aziz o'quvchilar, xayr, yaxshi dam olib kelinglar. Ertagacha ko'rishguncha. Bay bay. Bye bye. Bay bay.